Hammaga assalomu alaykum. Saroyis kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mana shunday qo'chqor ishqibozlari. Hozir biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Optimchilar qishlog'i, Saroy qishlog'idamiz. Bu yerda qo'zilarni, qo'chqorlarni, udorlarni olib kelib qo'yishgan ekan. Ularni ma'lumotini Abdunazar akamdan olib beramiz. Assalomu alaykum. Ismoiljon. Inim, siz charchamangiz yaxshimi? Olib kelib oldingizmi? Rahmat. Saroy obunachilari hammalaringga assalomu alaykum. Sizlar xudo xolasa qo'ylar legendasi keldi. Barakasini bersin, chiroyli holatda arzon qo'yib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q aka. Zo'rlarni olib kelibsiz-a bu safar, ha? Haqiqat boqib foyda qiladigan zo'rlardan kelibdi akalar mana. Birma-bir ko'rishingiz mumkin. Bugun hafta kuniga seshanba, 16-dekabr. Bo'lmasa videolarimizni boshlaymiz. Abdunazar aka, bular son nechta aka? Birinchi partiyaga 20 bosh chiqibdi. 20 bosh. Mana bular vobshe zo'r ekan, dumbalar katta-katta. Xohlagan bittasini tortib, haqiqaga, ehsonga, tayyor ekan o'zi. Qishga bir plakka yaliga yog'lab, maza qilib, so'yib, qo'g'irib qo'yib yeb turaveramiz degan variantda bo'laveradi. Hammasi ham xudo xolasa. Chilla go'shtga, ha. Juda chiroyli variantda bo'ladi. Ular o'sha yemlangan tayyor ekan akalar. Bu dalani qo'y emas, Ismoiljon. Dalani qo'y emas. Bular o'sha yemlan turgan 3 oydir qo'ziligini olib, hali qo'zi lekin chiqarmagan. Dalshi yana boqsa bo'laveradigan variantda. Yana 1 oy, 2 oy uzoq, ha? Baquvvatligini ko'rib, 3 oyda xotirjam buni to'yga haydaydigan darajada 10 milliondek qo'y bo'ladi-da. Bari barakasini beraveradi, xolos. Gap yo'q. Aka, buni bo'ylari necha? Bo'ylari Ismoiljon 78-80 chiqyapti. 78-80. 75 yo'q, 75 dan plus. 78-80 nari ber. Eng kichkinasi 78 chiqdi-da. Bu yog'i 80, shunaqa chiqyapti. Yaxshi. Xo'p, yosh oilaga qanaqa aka bo'ladi? Yosh oilaga 11 oylik ustidagi qo'ylar. 11 oylik ustida. Endi to'shni bilmaymiz, lekin 11 oylik ustida deb aytgan, ha? 11 oy nari beradigan, 11 oy ustiga, 11 oy atrofiga olishaveradi. 11 oylik atrofida mana akalar. Yosh oylik 11 oylik atrofida 7-siga garantiyasi bor, ha? Yemasa ichmasa bu holatda bo'lmaydi. Asli shunaqa. Yemagan taqdirimizda ham bu holatga kelmaydi, to'g'risi. Ko'rib turibsiz. Aka, bularni dastavkasi qayergacha bo'ladi? Hammasini olishsa yo bitta olishsa o'shasini aytib o'tsak. 20 ta olishsin Samarqandgacha, to'g'risi. O'zbekiston bo'ylab deymiz-ku, kelishamiz-ku. O'zbekiston bo'ylabga to'g'risi hozir gazlar muammo bo'lganligi uchun hozirda qimmatlab ketib qolyapti-da, yurkiramiz. O'shani hisobiga gapiryapmiz. Xo'p. 20 tasini olishsin Samarqandgacha qilib beramiz. Bitta, Toshkentgacha birorta bitta nari berib, vodiy bo'ylab o'ylanishmasin. Ko'ngil to'q qilib telefon qilishaversin, xudo xolasa. Gap yo'q. Akalar, hammasini olganga Samarqandgacha dastavkasi ichida. Hammasi mana katta-katta yirik qo'zilar. Bo'ylari 78-80 chiqadi. Garantiyasi bor, xudo xolasa. Hop, aka, endi buni qiziq joyi, zo'r joyini bir olib beringchi. Bismillahirrohmanirrohim. Obunachilaringiz nomidan barakali qo'lingizni ushlayapmiz, xudo xolasa. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, Ismoiljon, buni ichida 5,5 million, 5,600 mingga bermaydigan qo'ylarimiz bor. Bitta o'zini deysa-da. Xo'p, tanlab olishga kelishamiz. Birinchi gapiramiz. Tanlab olishga narxini kelishamiz. Paloncha demaymiz. Optimga Ismoiljon 20 tasini olishsin 5 million 100 ming so'mdan barakasini bersin. Bo'ladigan summasi 5 million 100 ming so'mdan. Tortishib, savdo qilib o'tirish kerak. Insofli, nima? Dangalcha aka. Ozodbek ustidan bir ko'rib turishadi. Biz dangalcha deb tanilganmiz. O'sha hisobiga bitta narx aytib qo'ya qolamiz. 6 million deb 800 ming tushib berdi deb, 900 ming tushib berdi debsak, tushib kelish kerak yo'q, o'yin qilishdi. Bu YouTube alagasini, platformasini yosh bolalar bir kuzatmaydi-da. Ahli butun bir katta insonlar kuzatadi-da. Hop. O'shani hisobiga aldashni kerak yo'q, boshqa gapni. 5 million 100 ming so'mdan 20 tasini bir joyga olganga yoki 15 tasini olganga, u ham haligi Optima kiradi. Donaboygachi. Hop, Donaboyga endi kelishamiz. Uni narxini aytmaymiz, paloncha demaymiz. Yo'lida qilib kelishamiz. Hop, 5 million so'mdan 4 tadir, 3 tadir chiqarib beramiz o'zimiz. Uni uyog'i bor lekin. 5 million so'mdan 4 dona chiqarib beraveramiz. Mayli 5 milliondan barakasini bersin. Hop, qolganini xudo xolasa narxini kelishamiz, savdo qilaveramiz. Gap yo'q, otangizga rahmat mana akalar. Xudo xolasa 5 million 100 dan hammasini olganga, hop, Donaboyga telefon qilasizlar, o'zlaring kelishib olasizlar. Ichida 5 millionligi ham bor, 4 dona.
Hammasi mana katta yirik qo'chqorlar. O'zi standart qilib hammasini terib qo'ygan ekansiz, hammasi bir xil ekan. Ashqo'zlarni 5,5 million bozorda indamay ko'taradi Ashqo'zdagi. albatta Ular aka. zot yo'nalishiga ham bo'laveradi. Ashqo'zlar indamay 5 million 5,5 million nari beri qopqida ko'tariladi. Akalar, biz bozorda qo'yganmiz. Ishonmasangiz bozorga o'sha bozor videomizni ko'rib, solishtirib ko'rishingiz ham mumkin. Narxlar cherishchur arzon. Bozorda bu narx yo'q. Bozor bilan bemalol solishtirib ko'rishingiz mumkin. Bozorda anchagina arzon. Aloqaga chiqarasizlar, keyingi partiyani ham ko'rsatib o'tamiz. Akalar, ikkinchi partiyamizni ham mana olib chiqib oldik. Aka, buni soni nechta? Soni 10 bosh. Ozgina, sozgina, ha? Bir kishi olib qo'yib turib, kuzgacha astoydil boqsangiz, xudo xolasa haqiqiy gigant bo'lib ketadigan chiroyli qo'chqorlar mana. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Ichida ichmaxtasi yo'q. Ichmaxtasi bo'ladigan bo'lsa, bekorga xudo xolasa yetkazib beraveramiz. Hammasi sifatli qo'ylar ekan bular ham. Nargilardan oz-moz. Hop, qo'yi ham bir xilmi nargilarmi yo? Yo'q, bo'ylari 75 ga olishaversin bularni. 75. Ozgina raznisasi bor, ko'p emas. Keladi, 75 ga olishaversin. Qo'ydan tortishmaymiz. Xudo xolasa, qo'yda o'ziga qarab, borgandan keyin xursand bo'lishadi buni. Malades, yaxshi qo'yib beryapti deb. Ularni ham yetishchisiga garantiyasi bor. Xudo xolasa, yemasa ichmasa bu holatga kelmaydi. U garantiya berish keragi yo'q. Yemasa ichmasa bu holatga kelmaydi. Hop. Yosh oila qanaqa aka bo'ladi? Yosh oilaga mashlar 7 oydan o'tgan plus varianti. 7 oydan o'tgan. 7 oylik plus varianti mashlar. Dast Xudo xolasa, Ismoiljon mashlar qurbonlikkacha maza qilib boqadigan variant bo'ladi. Xudo xolasa, arziydigan variant bo'ladi. Dastavkamiz-chi, dastavkamiz. Dastavka o'sha bitta gap. Samarqandga yetkazib beramiz, Optimga. Optimiga Samarqandgacha. Bitta 10 donani olganga Samarqandgacha dastavkasi ichida. Agar bitta ikkita olishsa vodiy bo'ylab-a? Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha behijolat o'ylanishmasin, yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bitta ikkita olganga ham yetkazib beriladi. Hop aka, qo'lni bering endi. Qani chiroyli qilib yopishtirib, buni ham bo'ladiganini ayting, unaqa tortishadigan emas. Biz bo'ladigan bitta gap gapib qo'ya olamiz buni. Hop, 10 tasini bir joyga olishsin, nari bersak, dastavkasiga yetkazib beramiz Samarqandgacha 4 million 600 ming so'mdan tanlab olishsin. Tanlab olishga. 4,5 million so'mdan Optimga 10 tasini bir joyga olishsin. Barakasini bersin, mana akalar. 4,5 dan Optimiga 4 million qanchadan dedingiz donaga? 600 ming so'mdan 4 million 600 ming so'mdan tanlab olishaveradi. tanlab olishga mana. Haqiqiy arzon bo'ldi, lekin boshqa videolarimizga ham bemalol solishtirib ko'rishingiz mumkin. Narxi haqiqatan ham arzon bo'ldi akalar. Eng muhimi arziydigan variant bo'lyapti-da. To'g'ri aytasiz. Misol Qurbonlikka tayyor bo'ladi, xudo xolasa bular ham. qurbonlikka bular maza qilib tayyor bo'ladi. Bular gavdasi bo'lib turib ariqmasda yoki bir gavdasi past bo'lib turib semizmasda, hamma yo'q kelishgan novcha holatda yemini yeb turgan joydan quruq emas badani ham. Qiynalishmaydi ertaga borganda. Hozirgi mana shu holatda bitta qo'yda shunday yemlab harakat qilishsa, bitta qo'yimiz 1 kilo yemni ko'taraveradigan variant keldi. Tayyor. Ha. Bitta qo'y. Aka, buni masalan sizga telefon qilib, menga video qilib tashlab yuboring desa, tashlab yuborasizmi? 24 soat aloqada telefonimiz bor, Telegramimiz ishlaydi, behijolat tashlab yuboramiz. Lokatsiya tashlab beramiz, kelib ko'rishsam yana xursand bo'lamiz. Lekin aytamiz, haqiqatan kelib ustida ko'rgan yaxshi. Nimaki, telefonda har xil ko'rinishi mumkin. Bemalol ustiga kelib, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i. Bemalol ustida savdosini qilib, o'zingiz olganingiz yaxshi. Bo'lmasa videolarimizni keyingi partiyamizni chiqarib boramiz. Bo'lmasa 3-partiyalarimizni ham mana olib chiqib oldik. Soni 4 dona ekan, ozgina, sozgina, haqiqiy boqib maza qiladigan variantlardan ekan mana. Birma-bir o'tadi, ko'rasiz. Aka, bular yosh oylik qanaqa? Yosh oylik 8 oylik Ismoil. 8 oylik atrofida, ha? Qayerdagi bular? Ular qirg'iz qo'zilar. Qirg'iz qo'zilar. 4 donasi qirg'iz qo'zilar. Hammasi qo'chqor, 4 tasi ham. Qo'chqor xudo xolasa yaxshi variant. Optimga lekin qulay narxda bo'ladimi? Bu yerda tanlab olish Optim o'zi 4 dona bo'lsa. O'zi 4 dona, ha. Shop qo'yadi, ko'rasiz, xudo xolasa. Bitta bunaqamiz. Dastavkasi? Dastavkasi Samarqandgacha 4 dona olsa ham yetkazib beradi. Gap yo'q. Vodiy bo'ylab umuman o'ylanishmasin, Toshkentgacha hech o'ylanishmasin. Olishaversin. To'g'risi yemlab turibmiz-da, ozmuncha yemga o'rgatib qo'yganmiz. Bu kishidan o'tdi boshqa. Qanchadan beryapsiz yemni? Ozmi? Mashlarga ham misol
qanchadan olinganini bilmaymiz. Kassada boshqa daliqlarimiz 1 kilodanga to'g'ri kelaveradi. Arpa edi, bug'doy edi, makka edi aralashtirib 1 kilodanga to'g'ri kelaveradi. Bir kunga endi 500 gram abitgacha 500 gram abitdan keyin qilib beramiz. To'g'ri kelaveradi. Ismoiljon, Bo'ladigan narxi. bo'ladigan summasini gapiramiz. 4 million 800 mingga yetkazib beramiz uylarigacha. Xo'p, bo'ylari 80 chiqaradi. Nari berisi yo'q, 75 yo'q. Bo'ylari 80 chiqaradi. Bir joyda birta aliganda tug'ilib o'sgan 4 million 800 dan. 4 million 800 mingdan telefon qilishsan xayrini qilib beraman. Hech gap yo'q. 4 million 800 mingdan xayri bor akalar mana. Hammasi chiroyli, yaxshi qo'zlar ekan. Bo'yvoshchi bo'yi qanaqa? Bo'ylari 80 chiqaradi. Bo'yi 80 chiqaradi mana. Aloqaga chiqarasizlar. Bo'lmasa videolarimizni yakunlaymiz. Like bosib, poddeshka qilib, yaqin birodarlarga tarqatib turasizlar.